2021 yılı 9. ayının 10. gündən 13. günigacha Londonda içilgan Uyghur sotining ikkinchi qitimliq isbotliq anglash yig'inida Xitoyning jazo lagerlari va uning u joydagi insoniyatga qarshi jinoyatlari ustidan isbotliq bergan oshqushliq lager shohidlaridan Baxt Ali Nur ayoli va farzandlari bilan hali ham Qozog'istonda turmoqda. Garchi u Qozog'iston grajdonligiga o'tib bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy va qozoq doiralarining davomli parokandichiligiga uchrayotgan Baxt Alining ahvolini bexatar degili bo'lmaydi. 14 avgust Baxt Alidan mundaq bir videolik inkos topshirib oldik. Men Chigiz Turkiston Bolji qalasi Shapsharnaysi 8-yildan tug'ilgan. Videoga chiqqan sabab bo'lsa, men London sutiga borib kelgachga shu qozoq uyg'urlarning qirg'inchiligi shu xalqaro yetkazgan uchun hozir turli qismlarda qolyapmiz. Qozog'iston hukumatining bu qismida Qozoq lager shohidi bu videosida o'zining va oilasining bexatarligidan andish qilayotganligini aytadi. Bo'libmi u London Uyg'ur sud kollegiyasida Uyg'ur va qozoqlarning irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligini dunyoga anglatgandan buyon o'zi va oilasiga Qozog'iston bexatarlik tarmoqlaridan uzluksiz tahdid kelayotganligini bayon qilib, bizni kim qo'g'daydi? Ya Qozog'iston qo'g'day olmasa kim qo'g'daydi? Bizga kim egi chiqadi? Biz lager shohidlarining tahdidga uchrayotganligimizni dunyo bilishi kerak deydi. Bizni kim qo'rg'aydi? Shuni dunyo bilishi kerak-da. Baxt Ali bu guvohligida yana mundaq dedi. Turkistonda texmo qirg'inchilik siyosati hali to'xtamadi. Yag'an hamisi berib kelyapti nadi? Biz basak bo'lmamdi. Bizning urug'da qanlarga ko'rgimiz bor bizning. Ya ko'ramaymiz biz. Berib kelyapganlarni anglaymiz bu. Bu yoqdan yasab qo'ygan Xitoyning odamlari o'zini o'yin o'ynayotdi Xitoy. Ziyoratimizda qabul qilgan Baxt Ali o'zining yaqin kunlarda telefon orqali to'xtamay soqchixonaga chaqirtilayotganligini bildirdi. Uning aytishicha, bundaq tahdidlar uning London sotiga berib kelishidan keyin kuchaygan. Uyigimi keldi. Men o gözde hammani qaytarib etimiz qayg'ı debchi. Yaqinda yana telefon qildim. Şu 6. aylarda. Sonra Baxt alma dedi. Dedim. Siz kep ketseniz dedi. Nimaga? Desem, yo'qoldan bir adamlar keldi. Şolar yo'lqimiz dedi. Kim ol yo'qolqini? Nimaga kep ketsen? Dedi. O bilmem o Baqitqul degan ayol shu chonji. Chonji Uyg'urovdan hokimiyat kerak qo'yamiz. Onu hamisi o ikkisi dedi. Hamisi biri qo'ysin. Dedi o ikkisi adam. Shuni chaqiribdi. Chonjiga tirkelgan qo'ymi? Tirkelgan. Hozir Olmataga kelib oldik biz. Sizda chizimga olgan vaqtida shu cho'njiga olgan, shundami? Hep Sarayba'da ishchilarning bir kun Temur degan bola, Amonat degan bolasi ishchilarning adamichi, Allah chaqirdi. Kemisan bo'lmaydi akadi, barimiz so'rab qilib, nima qilyapsan? Nimishda suhbat bersan, nimishda buyoq qilsan, unda qilsam qaytirib etimiz, chataq, ana mana desa qo'rqdi dedi. Sonjudik shu aynimizni kirib olgandan keyin Almataga ketgan. Almataga ketsakmi shu telefon qilib, nimish qilyapsan? Nimishga Uyg'urlarning sotiga borsan, Uyg'urlarni terrorchi, ana mana deydi-da bular. Endi Almataga kelgandan keyin Almata soqchilarimiz izlab baqdimi? Telefon qilib, shu ayol Baqitqul degan ayol, Qozoq bexatarlik idorasi. Yo'qurdan adamlar keldi, jumus bor so'raydigan deb. Nima uchun endi bizga xabar qildi? Endi qo'rqutdi sen mana shunaqa qilsang, boshqa qilamiz, aşağı qilamiz degandek. Bormayman deb qo'yib etdim telefonni. Hepsi yana telefon qildi. Tushib ketdim, oldida so'ragan o ayolim. Hech so'raq qiladilar. Xitoy desa bular beribdi, bo'ldi, hech nimani yanmaydi. 2022 yılı 2. ayının 25. günü kez saat 8-9'lar atrapıda u işten yenip Almata şehirdeki sayahat koçusida öyiga piyoda ketayotganda tuyuqsiz arkasından kelgan yüzleri niqobliq 3 kishi tarafidan qattiq urib yaralandırılgan va hushidan ketgan. Baxt Ali bu qasda Xitoyning qo'li bor deb qaraydi ekan. 2. ayın 25. Akşamda kelyapganda birisilar kelib kaynimning kelib shu urib, asha tayoqlab urib chiqib ketdi. Sayoqat degan o'shasida. O'shimni keyin qaptimi? Xitoylar samiz ularni chatig'ini, o'shalar Xitoylarni qilyotdi ular. Biz undan nima uchun shunday gumon qilganini so'rganimizda u mundaq dedi. Atay qilyotdi-da, asta qo'rqityotdi-da. Portmon bor, shunun qayta pul bor. Chiqboy pulni beylar. Mashina tegmadi. To'nimayman. Urib, yuzlarimni urib, qoldirib, tashib ketdi bir ish.
yüzlerince. Karıyıtı yaptı, keldi de orada da ketip kaldı. Dursam telefonumu ba, portmanımı ba, akşam karsam durdu. Bəxt Ali'nin aytishicha, ayni vaqtda, ya'ni 2021-yili 9-ayda Londondagi Uyg'ur sudida guvohlik berishga chaqirtilib, uzun o'tmayla uningga noma'lum kishilar telefon qilib, uni Londonga bormaslikka ogohlantirib, Xitoyga qarshi gap qilishni to'xtatmasang, seni Xitoyga qaytaramiz deb tahdid selishga boshlagan. Bəxt Ali bunun pisand qilmay Londonda guvohlikdan o'tgan. Ammo u Londonga kelgan vaqtda qozoq saqchilari uning uyiga besib kirib, uning ayoli va bolalariga tahdid solgan. Uning ayoli Gulnar xonim Bəxt Ali kelgucha bolalarini elib sahrodagi tuqqanlarining uyida bir mezgil yoshirinishga majbur bo'lgan ekan. Gulnar xonim u kuni bo'lgan voqeani so'zlab mundaq deydi. 2021-yil 9-ayning 9-kuni soat 10da mening iki qizim maktabga ketgan, men uyda kichkina bolam bilan tamoq жасап жатқанмын. Tuyuqsiz eshikning qo'ng'irog'ini chalmay 2021-yili 9-ayning 9-kuni atigan soat 10lar edi. İki qizim maktabga ketgan. Men kichik o'g'lim bilan uyda oshxonada tamoq etib Tuyuqsiz eshikning qo'ng'irog'ini chalmay uyga birlari bostirib kirdi. Olmaota oblastlik saqchi idorasining boshliqlari Bəxt Ali qini deb so'radi. Men bilmayman dedim. Ular nədən bo'lsa chaqirtib kelishing kerak. Bizning Qozog'istonning tashqi ishlarga mas'ul yuqori darajalik boshliqlaridan shundoq buyruq keldi. Xitoy Bəxt Alining ustidan shikoyat qildi. U ikki davlatning o'rtasiga ziddiyat soldigan harakatlarini to'xtatsin. Darhol qaytib kelib, bir kun ichida o'zini ma'lum qilsin. Bo'lmasa oqibati yaxshi bo'lmaydi deb tahdid ishlatib, qo'rqitib ketishdi. deb mаған qat'iy turda biz zaң bo'yicha istaymiz deb mаған qo'qilonqi жасап ketdi. Bəxt Ali və ayoli o'zlari uchirgan bu tahdidni 2021-yili 30 dekabr Ozodlik radiosiga anglatgan ekan. Bəxt Ali Nur 2019-yili 12-oyda tunji qitim radiomizda guvohlik bergan edi. U o'zining asli yurti Chapchaldan Qozog'istonga ko'chman bo'lib borgandan keyin 2015-yildan boshlab chegara savdosi qilib oilasini qamdab kelganligini, holbuki 2017-yili 10-oyning 29-kuni Qozog'istondan Qo'rg'as chegarasi orqali yurtiga qaytganda bo'lsa sababsiz tutqun qilinganligini, Chapchaldagi og'riqlar lagerda zulmlarni ko'rib, oxiri 2018-yili 11-oyning 16-kuni kasal sababidan yerimjon holda qo'yib berilganligini bayon qilgan edi. Bəxt Alining Qozog'istondagi bolalari va ayolining Qozog'iston doiralariga to'xtamay arz qilishi natijasida Xitoy 2019-yil 8-oyda Bəxt Alining Qozog'istonga chiqishiga yo'l qo'ygan. Bəxt Ali Nur lagerda yotgan jarayonda jigar yollig'i va o'pka yollig'iga giribdor bo'lgan hamda böğrek ve başka ishki a'zolaridan jami 9 xil o'xshamagan kasallik paydo bo'lgan ekan. U Qozog'istonda oilasi bilan jam bo'lib uzun o'tmayla radiomizga va boshqa xalqarалық matbuotlarga Xitoy hukumatining Uyg'ur va qozoq xalqi ustidan yurgizayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni anglatishga boshlagan edi. Chapchalda dehqon oilasida dunyoga kelgan qozoq lager shoidi Bəxt Ali kichikidan Uyg'urlar bilan birga o'sib yetilgan va hatto lagerdami Uyg'urlar bilan qamalganligini bildirgan edi. U yana Chapchaldagi asosli lagerlarning o'rinlari va Uyg'ur puldor baylarning hammasining yo'qoling sabablar bilan bu lagerlarga qamalganligini oshkorlagan edi. Shundaqla u yana Chapchal noyisining o'zida 2 yil jarayonida jami 5 lager qurilganligini, bu lagerlarga jami 30 mingcha odam qamalgan bo'lishi mumkinligidek muhim uchurlar bilan ta'minlagan edi. Bəxt Ali Nur shu vaqtdan boshlab Xitoy va qozoq doiralarining har xil tahdidlarga duch kelgan bo'lsa-mu, dunyo matbuotlariga guvohlik berishni to'xtatmadi. Biz uningdan bexatarligi tahdid ostida turayotganligiga qaramay, yana guvohlik berishiga nima turtki bo'layotganligini so'rganimizda u mundaq dedi. Okutup da işte kaytırıp etimiz, muhabbetimiz durmu dedi. Allah'ın kalangdaysın da tandar kılamız. Biz ötküzmesi bitti koy. Tügül ölgenin yakşı var Kıtay'a bakarsa. Muşu, yovalama muşu sen birisine işte Kıtay'da yamanladın da anamana çatak çıkıp sonra acırap gitti bu bal. Emreme var çoğun kızımla. Çoğun kader bop duruyor zamanla. Baldırmada Emre'mnin hayatımı jettim de. Hazır. Sadece iç bilense Kıtay'da yamanladım da
Üzülür bozulup bence taşlap ketdi. Bir yetim kaldı bir bala. Yetim bolup kaldı da. Onun geleceği qanday boladı. Dünyamı biladi go onu biz Xitoy boş qo'ymaydigan. Nemişke demeymiz. Rast deymiz, ölüp ketsekmi? Baxt Alining aytishicha, Xitoy va Qozog'iston doiralarining to'xtamay parakandachilik selishi sababli uning oilasining xotirjamligi buzilib qolmay, kuyovli va qudullarimi tahdidlarga duch kelgan. Mush sababli cho'ng qizi ajrashishga majbur bo'lgan. 9 oylik navrisini hozir Baxtali va ayoli beqiyotgan bo'lib, ularning kunlari Qozog'iston bizni Xitoyga qaytarib yetamu, bu narsida navramga bir xatar yetamu degan andish ichida o'tmoqda ekan. Gulchehra tayyorladi.